Ismim Xo'ja, mening dizayn agentligi rahbariman. Barcha mijozlar bilan o'zim shaxsan gaplashib, ularning xohish-istaklarini o'rganib, ma'lumotlarni loyiha sifatida proyekt menejerga taqdim etaman. Meni ismim Davlatyor, proyekt menejerman. Avvalambor loyiha brifi bilan yaxshilab tanishib, vazifalar muddatini belgilayman va loyiha tugagunga qadar nazorat qilib boraman. Birinchi bosqich marketing tahlili. Ismim Kamila va marketing bo'limi boshlig'iman. Va brief asosida bozorni tahlil qilaman. Bu orada barcha savol va analizlar o'rtaga tashlanib, jamoamiz bilan brainstorming o'tkaziladi va mahsulot dizayni bo'yicha yo'nalishlar belgilab olinadi. Bu ishning mas'uliyatini art direktor o'z nazoratiga oladi. Ismim Sardor, texnik vazifalar asosida bir nechta konsept dizaynlarini ishlab chiqamiz va ularning qaytarilmas, unikal bo'lishini nazorat ostiga olamiz. Bunda illyustratorlarimiz kuchidan ham foydalanamiz. Men ismim Muqriddin, men dizayn talablari bilan tanishib chiqqan holda illyustratsiyalar chizib, uni dizaynlarimizga taqdim etaman. Ismim Dildora. Tasdiqdan o'tgan illyustratsiyalar, 3D rasmlar, dizayn ishlanmalari va matnlarni bir joyga to'plab, hammasini grafik holatga keltiraman. Ismim Tohir. Berilgan illyustratsiyalarda mahsulot yoki mazkur 3D modelini yasayman va chiroyli rakurslarda render qilaman. Ismim Abduazam. Mahsulot etiketkasida ko'rsatilgan ma'lumotlarni to'g'riligini tekshiraman. Umuman matn qismidagi xato kamchiliklarni ko'rib chiqaman va prezentatsiya uchun qilingan ishlar bo'yicha yozma ta'riflar beraman. Mening ismim Mahmud. Men taqdimot uchun motion videolar tayyorlayman. Ya'ni mahsulot qadoq dizayni, logotiplar va 3D modellarni animatsiya qilib taqdimot uchun topshiraman. Shundan so'ng ish natijasi mijozga prezentatsiya qilinadi. Ismim Anvar. Tasdiqdan o'tgan mahsulot dizaynlarini, texnik kamchiliklarni to'g'rilayman hamda pechatga tayyorlayman. Bu ishimizning yakuniy bosqichi.